Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan Shvetsiyaning mashhur shirinliklaridan biri Budapest ruletini tayyorlaymiz. Og'izda eriydigan, juda ham mazali bo'ladi. Ishimizni boshlaymiz. 6 dona o'rtacha kattalikdagi tuxumni oqi bilan sarig'idan ajratib olamiz. Tuxum sarig'i ishlatilmaydi, boshqa pishiriqlarga ishlatib yuborishimiz mumkin. Tuxum oqiga bir chimdik tuz qo'shamiz va ko'pirtirishni boshlaymiz. Mikser yordamida ko'pirtiramiz va tuxum oqi biroz oqarganidan keyin shakarni oz-ozdan solib ko'pirtirishda davom etamiz. Birinchi qismiga 90 gram shakar qo'shamiz va shu 90 gram shakar tugagunigacha tuxum oqi bilan birgalikda qattiq bezak holatiga kelgunigacha ko'pirtirishda davom etamiz. Mana tuxum oqi juda ham chiroyli bo'lib ko'pirib chiqdi. Chetga qo'yib turamiz va endi alohida idishga 180 gram shakar, 75 gram funduk yong'og'ini uni, ya'ni maydalangani va 50 gram kraxmalni elakdan o'tkazib qo'shamiz. Uchala masalliqni yaxshilab aralashtirib olamiz, qorishtirib. Va endi tayyor aralashmamizni tuxum oqiga ikki qismga bo'lib qo'shamiz. Yarmini qo'shib, yengil-yengil aralashtiramiz. Va bu arada duxovkamizni ham tepa pastini baravar qilib yoqib, qizitib qo'yishimiz kerak. Ikkinchi qismini ham qo'shdik, yengil-yengil aralashtiramiz. Ruletimizning xamiri tayyor, juda ham oson va birpasda tayyor bo'ladi. Endi buni konditer qopiga hammasini olamiz. Oldindan qog'oz to'shab qo'yilgan, tayyorlab qo'yilgan yoyiq patnisimizga xuddi shu videoda ko'rganingizdek qilib qo'yib chiqamiz. Hammasini qo'yib bo'lganimizdan keyin qizitilgan duxovkada 175 gradusda 18 daqiqa davomida pishirib olamiz. 15 daqiqadan 20 daqiqagacha pishib tayyor bo'ladi. Hamma o'zini duxovkasini turiga qarab, xuddi shunaqa ko'rinishda pishgungacha qoldiramiz. Pishib chiqqanidan keyin korjimizni qog'ozdan ko'chirib olamiz va chetga qo'yib turamiz. Kremini tayyorlagunimizgacha sovib tayyor bo'lib turadi. Kremi oddiy qaymoq, suyuq qaymoq 400 mg. Qaymoqqa hech narsa qo'shmasdan qattiq bo'lgunigacha ko'pirtiramiz. Ruletimizni korjini shirasi yetarli bo'ladi, shuning uchun qaymoqqa ortiqcha shira qo'shish shart emas. Kremimiz tayyor. Birozgina qismini ustini bezatish uchun ruletimizni bezagi uchun olib qo'yamiz. Va qolgan qismini ruletimiz uchun ishlatamiz. Bir banka mandarin konservalangan suvidan sizdirib olamiz. Va endi ruletimizni kremlashni boshlaymiz. Kremni hammasini qo'yib, ustini tekislab olamiz. Mandarinni o'rniga boshqa o'rmon mevalaridan foydalanishimiz mumkin. Yokida mandarinni o'zini tozalab, po'stlaridan olib ajratib qo'shishimiz mumkin, konservalangani bo'lmasa. Va suvidan sizdirilgan mandarinni hammasini qo'yib chiqamiz.
Endi sekin xuddi shu videoda ko'rganingizdek qilib yengilgina o'rab olamiz. Ruletni dam oldirish yoki xolodilnikka qo'yish shart emas. Tayyor bo'lganidan keyin bemalol kesib yesa bo'ladi. Chetlarini krem bilan to'ldirib tekislab olamiz va ustiga eritilgan shokoladni xuddi shu ko'rinishda quyib chiqamiz. 50 gramm eritilgan qora shokolad. Endi ustiga shakar upasi bilan kakao sepamiz. Birinchi shakar upasi sepiladi va ustidan juda ham kam miqdorda kakao sepiladi. Va endi men ruletni ikkita qismga bo'ldim. Xohlovchilar bezatib yoki xuddi shu holatida ham yesa bo'ladi. Bezatish albatta hammani o'zini xohishiga ko'ra. Boyaga olib qo'yilgan kremdan ustiga qo'yib chiqdim va har xil mevalar bilan bezatdim. Juda ham chiroyli ko'rinishda, ishtahali chiqadi. Sotuvga tayyorlasak ham bo'ladi. Buni bemalol uyaltirib qo'ymaydigan ishonchli retseptlardan bittasi. Ya'ni o'zim o'qib o'rganganman buni, ya'ni maktabimda o'qishimda va praktika qilgan joyimda ham juda ham ko'p marotaba bu ruletni tayyorlaganmiz. Shuning uchun bemalol ishonib tayyorlashlaringiz mumkin. Mevalar qo'ydim va ozgina rozmarin qo'ydim. Qarang qanaqa chiroyli ko'rinishda chiqadi. Ishtahali va juda ham mazali, og'izda erib ketadi. Albatta tayyorlashlaringizni tavsiya qilaman. Videoga like bosib, izoh yozib qoldirish esimizdan chiqmasin. Har doimgidek Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting va yana keyingi video retseptlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.